Mana bu mehmonxonaga mehmonlaringiz kelsa, aniq uyalib qolmaysiz. Uyimiz 5 etajli g'ishtlik domni 3-etajda, lokatsiyamiz orbita bo'lyapti. Maktab, bog'cha shundagina oyog'ingizni tagida. Men sizlar uchun to'laqonli obzorini qilib beraman. Domelich so'raganlar uchun. Yaxshi elita pardalardan qo'ygan ekanlar, ko'rishlaringiz mumkin. Batareyalar qilingan. Mana shunaqa 14 kishilik katta mягкий zona o'zini stollari bilan juda ham bejirim qilib qo'yganlar. Uyimizni ko'rkiga ko'rk qo'yishgan. Yumshoqqina qo'linlar sagdan e'tibor bering. Super moyish aboylar yaqinda shu aboyga ishim tushdi. Maroqan degan ekan. Adashmasam 320 ming, 280 ming atrofida qimmat bitta rulloni. Undan keyin ko'radigan bo'lsak agar lyustramizga e'tibor bering. Bejirimlikka uyimizni shunagina ochyapti. Podsetkalari gipsokarton bilan patologlarimizga ishlovlar berilgan. Yaxshi MDF romlari uyimizga kirishimiz bilan bizning mana shunaqa shinam katta перехожий zona, yumshoq qo'linlar, krugliklar ochib qo'ygan. Super moyish aboylar, patolog lyustralar qimmat baholardan ana bu suratga e'tibor bering. Juda bejirim qilib devorimizni shunaqa ochib bergan. Maslahat beraman, sizlar ham uylaringizni ta'mirlasangizlar, mana shunaqa qilinglar bitta. O'zi uncha qimmat chiqmaydi deb eshitdim. Undan keyin sanuzel xonamiz ko'rishingiz mumkin. Rakvina, yaxshi unitazlar, vannalar, oynalari, do patalka kafillari qilib qo'yilgan ekan, yaxshi MDF romlardan. Undan keyin ayollarimizni orzusi bo'lgan mana bu oshxonaga keldik. Bemalol o'tirib choy ichadigan zona yaratsangiz bo'ladi. Hamma joylar super moyish aboy, yumshoqqina qo'linlar. Kuxonniy naborimizga e'tibor bering. Mebelli rang plus yashil balotoviy rang deydilar. Kombinировать qilingan. Yaxshi smesителlar. Gazlarimiz toklik mana bu yoqda. Gaz bo'lmagan paytda ham ishlasangiz bo'ladi. Hozir gaz temada-ku bilaman. Undan keyin men sizlarga fokus ko'rsaman. Bitta mamlaq qilasizlar, o'zi yonib ishlashni boshlaydi. Yana bitta mamlaq qilasizlar, yana o'chadi. Immer brendidan ekan, yaxshi kuxonniy naborlar qilingan. Почти do patalka qilib qo'yganlar. Batareyalarimiz mavjud. Uyimiz juda issiq, sovuq kunlarda bemalolgina issiq ushlab beradi sizga. Undan keyin ko'radiganimiz spalniy xonamiz bo'lyapti. Spalniy xonamizga ham bemalol mягкий mebellaringizni, divanlaringizni hammasi sig'adigan darajada katta ko'rsalaringiz, jaluzilar qilingan, yumshoqqina qo'linlar va bejirim lyustralar, hamma joyimiz super moyish aboy. Undan keyin bonusiy joyi bor. Mana bu yoqda sizni garderobingiz bo'ladi. Ortiqcha aboylar bor, uni ham tashab ketaman. Agar biron joy aboylar yirtilib yoki boshqa qilib qolsa, almashtirish uchun dedilar. Bu yoqni xohlasangiz agar kanalizatsiya tortib bilsangiz agar, ikkinchi sanuzel sifatida ham foydalansangiz bo'ladi. Uyimiz 3-etajda joylashgan, 5 qavatli g'ishtlik domda, novostroyka, lokatsiyamiz orbitada, narxini esa 49.900 AQSh dollariga baholadi. Yana kelib bemalol savdo qilish imkoniyatiga egasiz. Kimga mana shu uyimiz qiziq bo'lsa, aytgancha, agar qo'lingizda bir 20 ming, 30 ming pulingiz bo'lsa, yetmagan joyini ikkilamchi kreditiga taxlab bera olamiz dedilar. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldirdik, tez aloqaga chiqing.